omon bo'linglar. Ha, ana. Ustoz, xush kelibsiz. Bugungi xursandchilikni o'zingiz chiroyli qilib ochib bersangiz va qonunlarga so'zni beramiz keyin. Assalomu alaykum hurmatli mening sobiq o'quvchilarim va bizning sobiq o'quvchilar. Mana bugungi to'ylaring bilan hammangni tabriklayman. Mana shunday hamjihatlik bilan bir-birlaringni bitirganlar men ko'rmaganlar bor. Ko'rishib, hammaning yuzida tabassum, mana shu tabassum hech qachon arimasin. 40 yillik, 50 yillik, 60 yilliklar bo'lsin. Doim ishlaringda omad. Hayotga alg'a qadam tashlayverdilar. Men shu gapni avvalham aytganman, keyin ajram aytaman. Benim o'quvchilarim deb faxrlanaman. Menga salom berib kelsa kim edi, apadancha, mening o'quvchimda degan gaplar bizda ustozlarimizdan o'tgan o'tadi quloqimiz. Hali ko'p salomlashamiz, ko'p to'ylarga o'tiramiz. Rahmat. Mana bugungi sizlarning diydor g'animat uchrashuvlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Hammalaring mana shu kungi bayramlaring bilan chin dildan tabriklayman.